Qo'limdagi Venture zehniyati kitobini nima uchun o'qishingiz kerak? Innovatsiya tezligi har yili o'sib bormoqda. Hozirdagi ko'plab texnologiya va mahsulotlar, masalan, Zoom, Instagram kabilar 10-15 yil oldin bo'lmagan. Professor Ilyas Tribulayevning ta'kidlashicha, innovatsiyalarning ortida 3 ta asosiy omil yotadi. Bulardan birinchisi Mur qonuni. Mur qonuni texnologiyalarni tezlashtiradi. 1965-yilda Gordon Mur tomonidan ilgari surilgan bu qonunga ko'ra, har 2 yilda mikrosxemadagi tranzistorlar soni 2 baravar oshadi va narxlar pasayadi. Ikkinchisi bu Metcalfe qonuni. Tarmoqning qiymati foydalanuvchilar soniga qarab kvadrat tarzda ortadi. Tarmoqdagi har yangi foydalanuvchi butun tarmoq qiymatini oshiradi. Uchinchisi esa kuch qonuni. Bu qonun shuni anglatadiki, ko'plab jarayonlarda natijalar teng taqsimlanmaydi. Ya'ni ozchilik juda katta ulushni egallaydi. Kelajakdagi inqilobiy o'zgarishlarni tushunish va ular haqidagi barcha ma'lumotlarni Venture zehniyati kitobida o'qib bilib olishingiz mumkin.